Uchun o'g'lim yo'qda bo'larsan g'amgin, birodar Allohga shukrlar qilgin. Shuni ham bermasa nima qilarding, haqiqiy kulfatni shunda ko'rarding deydi. Necha yildan beri o'ylanib farzand ko'rmayotganlardan so'ray bu qizni qadrini. Hayoti dunyoda shundoqlarni ko'rdik. Qoraka 8 yil bo'ldi uylanganimga. Alloh taolo menga farzand bersa, ayolimdan tug'ilib o'lsa ham mayli deyapti. O'lik tug'ilsa ham mayli deyapti. Nogiron tug'ilsa ham mayli, faqat shu oshna og'ayning o'rtasida yuzim yorug' bo'lsa bo'ldi, shundan ham bola tug'ildi-ku deb. Endi o'shani oshna og'aylar kulyapti-da, ustidan san 3 ta qizni tug'dirib qo'yding falan. Xuddi u o'g'illi bo'lgan bo'lsa, u aqlliligi uchun, farosatliligi uchun, boyligi uchun xuddi bir joydan sotib olib kelgan u o'g'ilni, bu puli yetmay qolgan qizga sen nima qilasan kulib? U Rasulullohni jannatda birga bo'laman da'vogarlardan biri, 3 ta qizni dunyoga keltirib qo'ydi. Ko'z yoshi bilan yig'layapti. O'sha ko'z yoshi dargohga yetib, qalbidagi duosi dargohga yetib qolsa, seni oldingda quvonib yurgan bolangni bir sekundda olib qo'yishini esdan chiqar.